Ayol kishi tepadan 9 etajli 8 etajdan baqiryapti. Geroy bilan O'zbekiston konsulxonasiga keldik. Konsulxona tarafdan chaqirildi. Keldik. Va nihoyat oradan bir sutka o'tdi. Xayrulla aka bugun yana olqishlar bilan kundan kunga o'sib ketyapti. Rahmat. Bugun nima bo'ldi Xayrulla aka? Taassurotlar? Taassurotlar a'lo darajada. Bugun juda ham xursandman. Gubernator tabrikladi. Shaxsan o'zi tabrikladi. Juda mamnunman. Bunaqa sovrinlar olganimdan xursandman. Butun O'zbekiston ahlini tabriklayman. Bu general giroy unvonlari tam Shuhrob aka bu yerda nima-nimalar bu berildi endi? Endi mana bu udostvoreniyya berildi. Mana bunday medal o'sha znak berildi. Mana shu inson haqiqatan ham yaxshi xizmat qilganligi uchun, ya'ni o'sha insonni saqlab qolganligi uchun gubernator tomonidan o'zi mana Постановление ham chiqaribdi. poстановление chiqib o'zi qo'l qo'yib berib, tasdiqlab qo'ldan qani haligi soatingiz qanday? Soatim mana buyoqda. Shaxsan mana yaqinroq o'zi taqdi. Yechma endi dedi. Norbek, sizda nima gaplar qani? Konsulsiyaga bordik. Konsulsiyada ham tabriklashdi. Endi 7-da ofitsialniy topshirish juda katta tadbir asosida topshirdilar aka elchixonada Moskvada. Tak что do'stlar, 7-chisloda Xayrulla akani taqdirlash marosimi. Endi jasorat medali topshiriladi. Jasorat medali elchixona tarafidan topshiriladi Moskvada. Bugun nima bo'ldi? Tabriknomalar bo'ldi. Hamma podarka nimalar 7-da ofitsialniy topshiriladi.